huquqbuzarlik profilaktikasi to'g'risidagi qonun ham juda deklarativ yozilgan. Toshqulov yil yakunigacha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni profilaktikaga yo'naltirib, uni ta'sirchanligini oshirgan holda ishlab chiqish kerak. Keyingi yo'nalish. O'tgan yili poytaxtda 1,5 mingdan ortiq narkotikka ruju qo'yganlar rasman ro'yxatga olindi. Eng achinarli soyada bo'lgan giyohvandlar soni bundan ham ko'p. Ularning aksariyati yoshlar. Ular narkotik uchun oyiga o'rtacha 20-25 million so'm sarflayapti. Mablag' topish ilinjida giyohvand jinoyatga qo'l urishi tabiiy. O'tgan yili respublika bo'yicha 64 nafar shaxs giyohvand modda ta'siridan jinoyat qilgan. Uning 3 tadan bittasi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Shu yildan boshlab narko ekspress testlardan ommaviy foydalanishga o'tamiz. Buni ota-onalar, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar ham so'rayapti. Giyohvandlikka nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish maqsadida Sadullayev, Karimova, Sharipda alohida o'rinbosar bo'ladi. Oliygohda, maktabda yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha yangi tizim joriy qilamiz. Hokim, oliygoh rektori, texnikum va maktab direktori o'rinbosarlaridan biri bu yo'nalishga mas'ul etib belgilanadi. Giyohvandlarni davolashga eng kamida 4 oy vaqt ketyapti. Qodirov, Qo'chqorov, Xudoyorov bir oyda xususiy sheriklik asosida aholiga narkologik xizmat ko'rsatish bo'yicha yangi qaror va yangi taklif qilib bersin. Yana bir raqamga e'tibor bering. Shaharda jinoyatchilardan olib qo'yilgan sintetik moddalar so'nggi 5 yilda 11 karraga oshgan. Sintetik narkotiklarning 95% internet orqali tarqatilib, to'lov kriptovalyutada bo'layapti. Shuningdek, qonunchilikda davlat organlarining bu boradagi vazifalari ham aniq ko'rsatilmagan. Narkotik va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligi faqat tahlil va xalqaro hamkorlik bilan cheklanib qolgan. Bu borada Mamatovning ishidan mutlaqo men noroziman. Agar o'zgarish qilmasang ishdan ketasan. Endi bu agentlik mas'uliyati kuchaytirilib, unga mutasaddi idoralar ishini muvofiqlashtirish, nazorat qilish va baho berish vakolati beriladi. Agentlik barcha kuch va vositalarga ega bo'ladi. Qodirov, Gardiyev, Qurbonov, Toshpo'latov, Xudoyorov 2 oyda narkotiklar haqidagi qonunni yangidan ishlab chiqish bo'yicha taklif bersin. 99-yil qabul qilganmiz. U paytda qanday edi? Hozir mutlaqo boshqa tizim, lekin qonunimiz eskicha turibdi.